Assalomu alaykum. Hammangizni kirib kelgan yangi yil bilan qutlab qolaman. Yangi yilda yangidan yangi omadlar, ushalmagan orzularingiz ushalishini tilab qolaman va videomni boshlayman. Bu yilgi birinchi sonli videom. Assalomu alaykum kanalim mehmonlari hamda kuzatuvchilar. Ushbu videomda men uchun zarur hamda ancha foydasi tegadigan Google xaritasi to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Google xaritasi bizning sohamizda aynan Yevropaga kelgan insonlar hayotida juda ham katta rol o'ynaydi. Bu biz to'xtash joyiga to'xtagan vaqtimizda biz uchun kerakli bo'ladigan oziq-ovqat sotib oladigan marketlar, magazinlar izlashda hamda kir yuvish mashinalarini izlashda, shunga yo'lning tirbandligida, mana shunaqangi holatlarda juda ham asqotadi. Bu Google xaritadan qanchalik darajada siz hayotingiz davomida foydalanasiz, o'sha to'g'risida yozib o'tishingizni xohlardim, o'sha to'g'risida izoh qoldirishingizni xohlardim. Bizning mana shu sohamizda bu juda katta rol o'ynaydi. Men mana shuni keltirib o'tamanki, qayerda nima qanaqangi hamma narsani ko'rsatib, aniqlab beradi Yevropada. Sizda ham shunday holatlar bo'ladimi? Siz ham Google xaritasidan foydalanasizmi? Foydalansangiz qanchalik darajada foydalanasiz? Izohlarda qoldiring. Bu videoni Google xaritadan foydalana olmaydigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Yevropaga keladigan bo'lsa, Yevropaga keladigan har bir inson bu narsani bilishi shart. Bu narsa ancha ishini, mushkulini oson qiladi. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Hammaga omad.